Xotiradagi islom va yashirin ibodatlar. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchi. Adiba Romeroning tarixiy hikoyasi davom etadi. Andalusiya qulaganda islomni saqlab qolish uchun qilingan ishlarni birinchi qismda aytib o'tdik. Ana shularning yana biri qo'lyozmalar. Musulmonlarga islomga amal qilish butunlay taqiqlandi. Kattalar-ku islomni bilgani uchun yashirincha bo'lsa ham unga amal qilib kelgan. Ammo kelgusi avlodga uni qanday yetkazish mumkin? Axir islomga tegishli andakkina qog'oz topilsa ham boshi ketishi muqarrar. Moriscolar nima qilgan bilasizmi? Islomni bolalarga o'rgatish uchun ertak qo'lyozmalar tayyorlangan. Unga nasroniylarning ertaklari yozilib, oralariga Qur'on oyatlari qo'shilgan. Bundan tashqari ular uylarni ta'mirlashga ruxsat olib, ta'mirlash jarayonida devorga chizilgan naqshlar orasiga Yosin, Oli Imron, Kahf va Maryam suralarini arab alifbosida terib chiqilgan. Ammo kalomullohni to'liq ko'chirishning imkoni bo'lmagan. Ispaniyadagi o'sha uylar hozir ham borligi aytiladi. Borib qaralsa, go'yo gulli naqshga o'xshaydi. Ammo diqqat bilan razm solgan odam u yerda oyatlar borligini darrov payqaydi. Maryam surasining naqshlar orasiga kiritilishi musulmonlarga Iso alayhissalom ham islomning bir qismi ekanini eslatish va tinch totuv yashashni ta'minlash uchun edi. 1800-yillarga kelib islom shunchaki an'anaga aylandi deb adiba so'zini davom ettirar ekan, mening buvim va undan oldingi avlodlar ba'zi amallarni nima uchun qilayotganini bilishmagan bo'lishi mumkin. Lekin ularga qo'rqqaningda yoki yaratgandan biror narsa so'raganingda buni yashirincha bajar va hech kimga aytma deb o'rgatilgan. Almeriyalik bir do'stim qiziq voqeani aytib berdi. U yerdagi qishloqlarda ayol kishi vafot etsa, oilasi va rohiblarni chaqirishdan oldin bir guruh ayollar kelib, mayyitning qulog'iga 3 marta la halala deb aytishar ekan. Bu aslida la ilaha illallohning iborasi edi. Ular buni shunchaki ajdodlardan qolgan madaniy meros deb bilishgan. Lekin bu islomning eng so'nggi barmog'izlari edi. Granadada qazishmalar paytida bir qabr topildi. Qabr toshga ispan tilida u musulmon edi, lekin unuttirildi deb yozilib, Munkar farishtasining ham ismi qayd etilgan edi. Bu yozuv o'sha davrdagi musulmonlarning ichki dardi edi. Ular o'zlarini musulmon deb hisoblashsa-da, diniy ilmlardan mahrum etilganlari va dinni unutishga majburlanganlarini shu tariqa tarixga muhrlashgan. Bilasizmi? Moriscolar inkvizitsiya taqibidan qo'rqib, agar kimdir vafot etsa, mayyitni nasroniylardek yuvib, kafansiz, kiyimlar bilan tobutga solib cherkovga olib borishgan va nasroniycha dafn marosimini o'tkazishgan. Cherkovdan so'ng esa uylarda to'planib, islomiy tartibda mayyitni yuvishgan, imkon bo'lsa kafallashgan va yashirincha janoza namozini o'qishgan. Hatto ba'zi manbalarda cherkov qabristoniga ko'milgan mayyitni tunda yashirincha qazib olib, islomiy qoidaga ko'ra qiblaga qaratib qayta ko'mishga harakat qilishgani haqida ma'lumotlar bor. Mening oilamda ham shunday, deydi adiba. Katta bobomning jasadi qabrda yuzi qibla tomonga qaratib ko'milgani aniqlandi. Bobomning akasi esa musulmoncha libosda ko'milgan edi, deya so'zlab beradi adiba xonim. Soxtalashtirilgan tarix va matanza haqida. Ispaniyada El Matanza bayrami bor. Har bir oila hammaning ko'z o'ngida cho'chqa so'yishi shart. Bu aslida musulmon va yahudiy emasligini isbotlash uchun qilingan qiynoq bo'lgan. Hozir esa bayramga aylandi. Qanday deysizmi? Tarixda inkvizitsiya Andalusiyada matanza degan qoidani e'lon qilgan. Unda har bir xonadon cho'chqa so'yib, uning go'shtidan ovqat tayyorlash kerak edi. Cho'chqa so'ymaganlar Moriscolar, yashiringan musulmon deb ushlanib, yoqib yuborilgan. Musulmonlarning oldida ikkita yo'l qolgan edi. Yo cho'chqa so'yib yeyish yoki tiriklayin gulxanda yonish. Ba'zilar yonishga rozi bo'lsa, ko'pchilik cho'chqa go'shtidan yegan. Ammo darhol uyga qaytib ortidan aynigan sut ichishgan. Aynigan sut odam ichiga tushgan ovqatni hazm bo'lib tanaga singishiga yo'l qo'ymaydi. Aynigan sut ichilsa, zudlik bilan odam qayt qiladi yoki orqadan ichib ketadi. Moriscolar yeyilgan cho'chqadan qorinlarini va og'izlarini shu yo'l bilan poklab kelishgan. Alloh o'zi afv etsin. Shuningdek, Andalusiyaning so'nggi sultonlaridan biri Abu Abdulloh haqida qiz boladek yig'la degan mashhur gap bor. Ya'ni G'arnota saltanati qulayotganda onasi Oysha kelib, erkakdek himoya qila olmagan saltanating uchun qiz boladek yig'la degan so'zlar aslida tarixiy haqiqat emas. Adibaning ta'kidlashicha, bu afsona 1700-yillarda ispan qirollari va sharqshunoslar tomonidan Andalusiya tarixini kamsitish va musulmonlarni zaif qilib ko'rsatish uchun to'qilgan. Aslida esa sulton Abu Abdulloh o'z xalqini qirg'in-barotdan asrab qolish uchun bor imkoniyatini ishga solgan fojiaviy shaxs edi. Adibaning otasi Abdussamad Romeroning islomga qaytishi tasodif emasdi. U buni ajdodlarining qilgan duolari bilan bog'laydi. Men ishonamanki, men aynan ajdodlarimning duosi sababli musulmon bo'ldim.
Ular bu yerni qayg'u bilan tark eta turib, avlodlari albatta haqiqat yo'lini topishini Allohdan so'rashgan edi. Bugungi kunda Romero oilasida deyarli hamma musulmon. Ularning ismlari o'zgargan. Antoniodan Abdussamadga, Adadan Adibaga. Lekin eng muhimi, ularning ruhi o'z ildizlariga qaytgan. Hatto qabrlar ochilganda ajdodlarining yuzi qiblaga qaratib ko'milgani aniqlangan esa, islom qonda, genda va yerning ostida ham yashab kelganligining yaqqol isbotidir. Uyg'onayotgan Andalusiya. Ispaniyaning tog'li qishloqlarida hali ham islomning barmoq izlari bor. Ular ole ole, Alloh Alloh degan hayqiriqlarda, ado, auzu degan nidolarda va kuniga 3 mahal qo'l yuvish odatlarida yashiringan. Adiba Romero kabi insonlarning sa'y harakatlari bilan bu yashirin tarix qayta tiklanmoqda. Andalusiya bu shunchaki boy berilgan makon emas. Bu sabr, kurash va asrlar osha davom etgan duolarning tirik merosidir. Adiba Romero yana so'zini davom etib, Granadada talabalik paytimda San Juan Dios ko'chasida bir eski uyda yashardim. Tushimga doim oq jiloba, uzun libos kiygan nurli bir kishi kirib, eshigimni taqqillatardi. Men juda qo'rqardim. Bir kuni uyda isitgich sabab stol yona boshlaganida men uxlayotgandim. O'sha kishi yana tushimga kirib meni uyg'otib yubordi va hayotim saqlanib qoldi. Keyinchalik bilsam, men yashagan 8-raqamli uyning ostida qadimiy musulmon qabristoni topilibdi. U yerda Andalusiya davrining mashhur olimi Sahl ibn Malik dafn etilgan ekan. O'sha oq kiyimli kishi balki meni o'z qabrini tahqirlashdan asrashimni so'rab kelgandir. Alloh bilguvchidir. Valensiyaning Altea qishlog'ida bir eski qabristonni ko'rib, yuragim hapqirib Fotiha surasini o'qidim. Oradan yarim soat ham o'tmay, Marokashdagi otam qo'ng'iroq qilib, qo'liga ajoyib bir qo'lyozma tushganini aytdi. Marokashga borib qo'lyozmani ochsam, u andalusiyalik buyuk sofi olim Sayyid Bono haqida ekan. Eng hayratlanarlisi, qo'lyozmada Sayyid Bononing qabri aynan men Fotiha o'qigan o'sha Altea qishlog'ida, tog' tepasida ekani yozilgan edi. Ko'zlarimga bundan yosh keldi. 1985-yilda otam Qirol Faxdning taklifi bilan hajga bordi va u yerda arab tilini o'rganish uchun ijozat oldi. Biz Makka ga ko'chib o'tdik. U yerda 10 yil yashadik. Men o'zimni makkalikdek his qilaman. Makkadagi davlat maktablarida o'qidim. U yerda turli millat va rangli insonlar bilan birga yashashni, islomning naqadar bag'rikeng din ekanini o'rgandim, deydi Adiba Romero. Granadaning shimoliy tog'larida joylashgan, bir paytlar islom chegarasi markazi bo'lgan Sagra hududida Romero oilasi o'zlarining Sagra madaniy jamg'armasini tashkil etishdi. Bu joyning ikkinchi nomi Atirgullar qishlog'i, ya'ni Rosalisidir. Ular suvsiz va chiroqsiz tashlandiq fermani gullab yashnagan ilm maskaniga aylantirishdi. Adiba hali 14 yoshdayoq bu yerda ispaniyaliklarga arab tilidan dars bera boshladi. Bugungi kunda Sagra nafaqat ta'lim markazi, balki Andalusiyaning boy berilgan madaniyatini, me'morchiligini va ruhiyatini qayta tiklashga harakat qilayotgan tirik tarix maskanidir. Bugungi Marokashdagi Chefchaouen shahri aslida kichikroq Granadadir. U yerga borgan ispaniyalik musulmonlar xuddi o'z uyiga kelgandek bo'ladi. Hatto bayroqlari ham bir xil, to'q sariq va yashil. Eng ta'sirlisi, u yerda yashovchi andalusiyalik oilalarning avlodlari haligacha Granadadagi o'z uylarining kalitlarini jamoalarda saqlab kelishadi. Kalitlar 5 asr davomida zang bosib ketgan. U qanday kalitlar bilasizmi? Ularning ota-bobolari 500 yil oldin quvg'in qilinganida bir kuni albatta qaytamiz deb eshiklarini quflab ketishgan edi. U eshiklar hali ham Granadada turibdi. Kalitlar esa Marokashda. Siz esa bu ma'lumotlarni Osiyodan turib eshityapsiz. Alloh ularga nasib qilsin. Adiba aytadi: "Men Falastin xalqining taqdirida o'z ajdodlarimning qismatini ko'raman. Falastinliklar ham uy kalitlarini saqlab yurishadi, xuddi biznikilar kabi. Andalusiyalik musulmon sifatida men ularni juda yaxshi tushunaman. Agar inson o'z tarixini saqlab qolmasa, bir necha yildan keyin uning kimligini na o'zi, na nabiralari biladi. Tarixi bo'lmagan millatning kelajagi ham bo'lmaydi. Mening buvim nasroniy bo'lib vafot etdi. Lekin u islomdan qolgan an'analarni bilmasdan davom ettirardi. U cho'qinayotganida aslida uchlik haqida emas, farishtalari haqida kuylardi. Ispaniyadagi ko'p bayramlar aslida taqiqlangan islomiy bayramlarning o'rnini bosish uchun o'ylab topilgan. Masalan, Semana Santa, muqaddas hafta paytida odamlar boshiga uchburchak qalpoq kiyib yurishadi. Ular buni diniy marosim deb o'ylashadi. Lekin aslida bu qalpoqlarni o'rta asrlarda inkvizitsiya, musulmonlarni qatl qilishga olib ketayotganida ularni tahqirlash uchun kiydirishgan. Bugungi ispanlar o'z ajdodlarini o'ldirish uchun ishlatilgan ramzlarni bilmasdan ulug'lamoqdalar. Suhbat davomida Adiba juda muhim bir nuqtaga e'tibor qaratadi.
Ko'pchilik Andalusiya musulmonlari dunyoga berilib ketgani uchun Alloh ularni jazoladi va shu sabab Andalusiya quladi degan fikrni ilgari suradi. Bu juda yuzaki yondashuv, deydi adiba alam bilan. Unda Falastindagi vaziyatni qanday izohlaymiz? Andalusiyalik musulmonlar o'z iymonlarini saqlab qolish uchun 400 yil davomida olov ichida kurashdilar. Ularning fojiasini jazo deb atash ularning matonatiga nisbatan adolatsizlikdir, deydi adiba ko'ziga yosh olib. Bugungi Ispaniya madaniyatining zamirida islom ruhi hali ham yashamoqda. Adibaning aytishicha, ispanlar o'zlari bilmagan holda islomiy qadriyatlarni nasroniylik niqobi ostida davom ettirmoqda. Tilda, taomlarda va hatto diniy marosimlardagi ko'p unsurlar aslida andalusiyalik musulmonlarning merosidir. Farq shundaki, bugungi avlod bu merosning aslida kimga tegishli ekanini bilmaydi. Adiba Romero va uning oilasi yangi Andalusiyaning ovozidir. Ular Granada shimolidagi tashlandiq yerlarda atirgullar qishlog'ini barpo etib, tarixni tiklashmoqda. Ularning maqsadi o'chgan chiroqlarni qayta yoqish emas, balki insoniyatga islom sivilizatsiyasining naqadar go'zal, ilmli va bag'rikeng bo'lganini eslatishdir. Agar tarixingizni bilmasangiz, sizni kimligingizni hech kim bilmaydi. Tarixi bo'lmagan insonning mavjudligi ham, kelajagi ham yo'q, degan so'zlar bilan adiba o'z suhbatini yakunlaydi. Adiba Romero va uning oilasi hozirda Ispaniyaning janubidagi Granada viloyatida, aniqrog'i Granadaning shimoliy qismida joylashgan Pueblo de Don Federico tumani yaqinidagi La Sagra deb ataluvchi tog'li hududda yashaydi. Agar Ispaniyaga borib qolgan vatandoshlar yoki tanishlaringiz bo'lsa, ushbu videoni yuborib qo'ying. O'sha oilani izlab topsinlar va albatta ziyorat qilsinlar. Kamina xodimingiz ko'rsatuvini tarjima qilar ekanman, bir kun albatta Ispaniyaga borishim kerak degan niyatni qildim. Biz futbol ko'rish uchun emas, 8 asr hukm surgan Andalusiya qoldiqlarini ko'zimiz bilan ko'rishni niyat qildik. Alloh barchamizni yetkazsin. Keyingi mavzularda ko'rishguncha salomat bo'ling.